Navbatdagi o'rnatuv jarayonimiz Toshkent viloyati Ohangaron tumaniga avtomatik darvoza hamda yoniga kaltkasini o'rnatib bergan. Darvozamizni eniga 1.27 ga, bo'yiga 2.75 bo'lgan. Hozir buni ochib ko'ramiz. Uyimizni ham obzor qilyapmiz. Darvozamizni ichkaridan yopilishi. Avtomatik darvozamizga keladigan bo'lsak, darvozamiz bo'yi 3.15 ga, eni 3.45 bo'lgan. Sizga sifatli avtomatik darvoza hamda bir darvozalar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqa chiqarasizlar. Batafsil ma'lumot telefondan aytib o'tamiz. Ishxonangiz, korxonangiz, ishlab chiqarish, servis hamda avtoservislarga o'rnatmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Batafsil ma'lumotni telefondan aytib o'tamiz.